Qizlar, mana hozir kurs qatnashchilarimga jonli efir o'tkazib bo'ldim va juda ham kayfiyatim ko'tarildi, chunki kursim qatnashchilari shunaqa zo'r natijalarga erishgan. Hozir video qilib ham oldirib oldim. Hozir sizlarga ham tashlab qo'yaman, o'zingizlar eshitib guvohi bo'lasizlar va 100% emas, 1000% natijaga chiqsa bo'lishiga ishonchingiz komil bo'ladi. Ayol kishi harakat qildimi, maqsad qo'ydimi, albatta natija bo'ladi va bunga men ishonchim komil bo'lib boraveradi borgan sari. Chunki kursim qatnashchilari shunaqa natijalarni ko'rib, o'zimdan o'zim xursand bo'lib ketaman. Albatta bu bitta meni mehnatim emas. Endi hammasi Allohdan, biz sababchimiz, shunchaki butun komandamning mehnati bu, kuratorlar, hamma ishtirokchilarniki. Hammangizga rahmat.